Har bir insonning ikki uyi bor. Biri yerning ustida, ikkinchisi esa qabrda. Odam bolasi yer ustidagi uyga bor e'tiborini qaratdi. Uni chiroyli qilib qurdi, ichini eng yaxshi jihozlar bilan to'ldirdi, bezatdi, yasatdi va u yerga o'ziga nima kerak bo'lsa, hatto qishki ehtiyojlarigacha hammasini taxt qilib qo'ydi. Lekin qabrdagi uyga kelganda esa, agar undan shunchalik bezab hamma narsani mukammal qilib qo'ygan mana bu yer ustidagi uyingda qancha yashaysan deb so'ralsa, bilmayman, balki bugun, balki ertaga o'laman deb javob beradi. Xo'sh, o'ziga shunday munosabatda bo'lgan odamni aqlli deb bo'ladimi? Tasavvur qiling, bir kishi ta'tilga chet elga borib, u yerda bor yo'g'i bir hafta yoki 10 kun turish uchun bir uyni ijaraga oldi va o'sha bir necha kunga ijara uyning jihozlarini yangilab, uni tozalab, bezatishga bor pulni sarfladi-yu, lekin o'zining doimiy yashaydigan shaxsiy uyini qarovsiz, iflos va xaroba holatda tashlab qo'ydi. Buni ko'rgan odamlar uni aqlli deydimi yoki malomat qilib ustidan kuladimi? Inson o'ziga o'zi shunday zulm qiladimi? Hech qachon tark etmaydigan abadiy uyini, oxiratini xaroba qilib tashlab qo'yadi-yu, yaqin orada baribir tashlab ketadigan, hattoki uxlab yotganda ham foydasi tegmaydigan vaqtincha dunyosini obod qilish bilan ovora bo'ladi.